Assalomu alaykum. Bizani kuzatib boruvchi YouTube kanalimiz a'zolari. Zo'r manzilga keldik. Shayxontohur tumani. Ko'pchilik bu Huvaydo deydi. Aslida Huvaydo emas. O'zbekiston mahallaga kiradi. 2 sotuv, 201 sotuv. Fasadimiz 8,5 metr. Ichkariga 26,5 metr ketgan. 6 ta xonadan iborat oshxona, hol 100% podval qilingan. Xo'p, puli nechaga kiradi? Fasad, traventin polniy qilib berishar ekan va elektromontajni qilib berishar ekan. Zo'r qurilish qilganlar, yaxshi qurilish qilganlar, yaxshi narsalar ishlatilingan. Tez-tez qurib, tez-tez sotib olaman degan niyat bo'lmagan. Navesi o'ziga normalniy pul ketgan ko'rinib turibdi, baqvat, cho'tki qilingan. Elektr darvozamiz, ko'chalarimiz eski o'zbegona, zo'r mahalla. Hop. Bet hojatxona, letniy kuxnya bo'ladi. Umuman joy, ko'chalarni bitta ko'ringlar. Juda ham zo'r. Xullas, novostroykani puliga mana shunaqa uy olsanglar, maza qilib yashaysalar, remont qilib olsanglar, vahsho maza qilasizlar. Novostroykadan ko'ra kichkina hovlida yashayman degan tanish bilishinglarni yashab qo'yinglar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Narxini videoni oxirida aytib ketamiz. Birinchi qavatga kirishimiz katta hol bo'lgan ekan. Mягкий mebel, televizor ilasizlar, zo'r joy bo'lgan. Oshxona qismimiz bor. Kompaktni, chiroyli. Hamma romlarimiz, eshiklarimiz terma bo'lgan. Ikkinchi qavatga chiqadigan zinamiz, podvalimiz полный katta splashnoy podval bo'linmagan hali. Betimiz zal bo'ladi. Общийga sanuzel tashalgan. Родительский spalni, orqa hovli mavjud. Havo olish uchun qilingan. Ikkinchi qavatga chiqarkanimizda koridordan iborat. 10 tarafdan boshlaymiz. Detskiy. Yana bitta detskiy. Oynalari qaragan. Balkon qismimiz bor. Juda ham zo'r. Qurilish naveslarini ko'rasizlar, juda sifatli narsalar qilingan. Hop. Narxi ideal. Qimmat bo'lsa, kommentariyada qimmat yoki puliga arzimaydi yoki haqiqatdan narx shunaqa. Ukam aytibdilar, qurilish qiling deyaptilar. Shunaqa narxga borib qo'yapti baribir deyaptilar. Общийga sanuzel, bitta katta yotoqxona qilasizlar. Bitta yana bitta sanuzel joylab o'rishgan ekan. Bu yog'imiz spalniy bo'lib ketadi. 230 mingga O'zbekiston mahalla salkam Huvaydo. Juda ham zo'r chiqqan uyimiz.